Assalomu alaykum vodiy darvozalarining obunachilari. Mana hozir biz sizlarga sifatli, chiroyli, mustahkam ishimizdan ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni qanday mahsulotlar ishlanishi, qanday narsalardan foydalanishimizni bir tanishtirib o'tmoqchimiz. İşimiz yoqsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli, mustahkam, baquvvat, ko'p yillik garantiyasi bilan qo'yib beramiz. Bitta materiallar qalinligi, narsalar shpagilovka germetlar tanishtirib o'tamiz. O'sha mashhur high-tech shtampovka bosma darvozamiz. Listlarimiz bir uchlari. Bundan qalin bo'lmaydi. Profillarimiz oltiga tur yoppas bo'ladi. Aylanasi ichiga tashi. Faqat shu bitta eshigimiz tagi to'rga to'r bo'ladi. Oshmoshlarimiz katta 40 sharnel. Tagida list ustidan furut ustidan katta risol planka, keyin oshmosh qo'yiladi. Dababka qilib. Shpagnetimiz o'sha oddiy ikkitalik. Ochilib yopilishi ham oson. Keyinchalik ham qiyin bo'lmaydi. Hop, shpagilovkamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Nakakli shpagilovka. Orqasidan germetiklarni yoppasiga aylantirib hammasini. Germetikning ichi Dysondan mana. Tagi shviller bo'ladi. Tepasini lazer fason qilib beramiz. Lazer fason qilib beramiz. Oddiy bo'lsa, oddiy qilib beramiz. Chiroyli qilib, mustahkam, baquvvat qilib beramiz. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqa qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastlabki ustanovkamiz mavjud.